Shaytonning askarlari. Birinchi qism. Shayton, ya'ni iblis o'zi kim? U aslida mavjudmi? Yoxud bu shunchaki inson tasavvurining bir mahsulimi? Balki bu bir falsafiy tushunchadir. Qur'oni Karimga ko'ra u mavjud. Uning mavjud ekanligi ayni haqiqat. Faqatgina biz uni ko'rmaymiz. U bizdan oldin ham yashagan va hozirgacha yashab kelmoqda. Bu juda ham g'aroyib. Shunday emasmi? Shayton so'zi arabcha shatan o'zagidan olingan bo'lib, kir va iflos kabi ma'nolarni anglatadi. Shayton isyonkorligi va itoatsizligi bilan ajralib turuvchi bir mavjudot bo'lib, u jin va hattoki inson ham bo'lishi mumkin. Shuningdek, bu so'z Allohdan va haqiqatdan uzoqlashgan g'aflatdagi qalblarga nisbatan ham ishlatiladi. Shayton jin yoxud inson ko'rinishida namoyon bo'lishi mumkin. Alloh subhanahu va taolo aytadi: Shuningdek, har bir payg'ambarga insu jin shaytonlarini dushman qilib qo'ydik. An'om surasi 112-oyat. Xo'sh, jin aslida kim yoki nima? Nega biz unga ishonishimiz kerak? Ular al-g'oyib, ya'ni biz uchun ko'rinmas bo'lgan olamning bir qismi hisoblanadi. Ayni damda barchamiz yaxshi bilamizki, al-g'oyib olami bo'lgani uchun Alloh taoloni ko'ra olmaymiz. Ya'ni al-g'oyib bizning ko'rishimizdan to'silgan bir olam. Shuningdek bilamizki, biz ko'ra olmaydigan farishtalar ham bor va ular ham al-g'oyibda, ya'ni bizga ko'rinmas bo'lgan bir olamda, hamda ular nurdan yaratilgan. Endi esa jinlar, biz ularni ko'rmaymiz. Ha, ular ham biz uchun ko'rinmas bo'lgan olam, al-g'oyibdadir. Ular tutunsiz olov, samum olovidan yaratilgan. Agar olov har qanday tutunlardan xoli bo'lsa, u bir issiqlik demakdir. Axir biz issiqlikni ko'ra olmaymiz, shunday emasmi? Shaytonlarning ikki turi ham insonlarni yomonlikka boshlaydi. Jinlardan bo'lgan shaytonlar sizning yuragingizga shivirlaydi. Siz uni na ko'ra olasiz va na eshita olasiz. Insonlardan bo'lgan turi esa siz ko'ra oladigan va eshita oladigan yo'sinda yuragingizga shivirlaydi. Ammo siz uning vasvasasini anglay olmaysiz. Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, u hatto sizni yomon ishlarga undayotgan yoki spirtli ichimliklar iste'mol qilishga undayotgan yaqin bir do'stingiz ham bo'lishi mumkin. So'z iblis haqida borganda bilishimiz lozimki, shayton bu bir umumiy nom xolos. Iblis esa bu xos nom bo'lib, iblis shaytonning jin ko'rinishidagi bir turidir. Aynan u birinchi bo'lib Alloh taoloning buyrug'iga bo'ysunmagan mavjudotdir. Biz jinlarni ko'ra olmaymiz deb ta'kidlagandik. Ammo ularga ixtiyoriy tanlov berilgan edi va ular Odam alayhissalomdan yoxud insoniyatdan avval ham mavjud edilar. Ularning tanlovlari ba'zan yaxshi, ba'zida yomon ishlar edi. Biz iblis deb aytayotganimiz shayton aynan ushbu jinlardan biri edi. Iblis aslida kim u? Ba'zilar uni shayton deya arab tiliga muvofiq bir so'z ila nomlashi mumkin. Lekin aslida dastlab u Alloh subhanahu va taologa itoat va ibodat qilar edi. U shu darajada Allohga sig'inar va ibodat qilar ediki, hattoki Alloh subhanahu va taolo uni farishtalar darajasiga ko'tarib qo'ydi. Lekin shuni unutmang, iblis farishta emas. Ammo u qachonlardir farishtalar orasida ibodat qilar edi. U qilayotgan ibodatlari tufayli Allohga suyukli bo'lib borayotgan edi. Tushunyapsizmi? Keyin nima bo'ldi? Bu juda bir muhim nuqta. Keling avval bir xato tushunchani to'g'ri ma'nosini anglab olaylik. Ba'zi insonlar u farishtalardan bo'lgan deya qattiq adashishadi. Axir farishtalar xato qilishmaydi. Ularga qanday buyurilgan bo'lsa, ular shunday qat'iy ravishda bajarishadi. Alloh taolo o'zining eng yaxshi mavjudotini yaratganda, u yaratilmish kim edi? U Odam alayhissalom, ya'ni inson edi. U zot odamni nimadan yaratdi? Ha, quruq loydan yoxud o'zgartirilgan qora balchiqdan yaratdi. Alloh taolo odamni yaratgandan so'ng nima sodir bo'ldi? Alloh barcha farishtalari unga, ya'ni Odam alayhissalomga sajda qilishini buyurdi va barcha farishtalar itoat qilib sajda qilishdi. Chunki bu bir buyruq edi va ularda boshqa bir tanlov ham yo'q edi. Ularning barchasi sajda qildi. Faqat iblisdan tashqari
Demak, shuni anglaymizki, iblis farishta emas edi. Ammo iblisdan boshqa hamma sajda qildi deyilganda siz u farishta bo'lganmi deyishingiz mumkin. Lekin Qur'oni Karimning boshqa joylarida Alloh taolo uning farishta emas, jinlardan ekanini aytadi. Iblis samum olovidan yaratilgan, odam esa quruq loydan. Va iblis ham ayni shuni aytib, sen odamni loydan yaratding, ammo meni yaxshiroq narsadan, ya'ni olovdan yaratding. Shuning uchun men odamga sajda qilishdan bosh tortaman. Chunki men undan yaxshiroqman. Men odamdan yaxshiroqman va unga sajda qilmayman. Shunday qilib iblis Allohga bo'ysunmadi. Allohga bo'ysunmaganlar esa baloga yo'liqadi. Ayniqsa u o'zining g'ururi va manmanligi ortidan yursa, men yaxshiroqman, shuning uchun itoat etmayman desa. Iblis shu yo'sinda o'zini Alloh taoloning huzurida juda ham yomon bir holatga yo'liqtirdi. Alloh uni jahannamga mahkum etdi. Lekin hatto shundan keyin ham iblis menga farqi yo'q dedi va o'zi bilan birga odam va uning bolalarini ham jahannamga ergashtirishni so'radi. Qanday qilib? Nima uchun? Ha, o'zining g'ururi va manmanligi uchun. Bu arab tilida kibr deyiladi. Kibr nima? Kibr so'zi kabara o'zagidan olingan. Kabara esa akbar so'zi uchun ham o'zak hisoblanadi. Faqat Alloh taologina akbarudir. Alloh taolo hamma narsadan buyukdir. Inson Allohning boshqa mavjudotlari singari, u xoh farishta bo'lsin, xoh jin, Allohning qarshisida hech narsadir. Hech kimning Alloh taologa yuzlangan holda men undayman, men bundayman deb aytishga haqqi yo'qdir. Sen umuman o'zi kimsan? Alloh buyruq berdimi? Bajarishing shart. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, ba'zilar biz qilayotgan gunohlarimizda shayton sababchi deb aytishadi yoki o'ylashadi. Buning natijasida esa ba'zilarda nega Alloh shaytonni yaratdi? Nega Alloh biz gunoh ishlar qilmasligimiz uchun shaytonni o'sha zahotiyoq yo'q qilmadi? Kabi savollar yuzaga kelishi mumkin. Aynan ana shu yerda noto'g'ri bir tushuncha bor. Chunki shayton shivirlashdan boshqa narsaga qodir emas. Keling, buni aniqlashtirish uchun savolni aniqroq qilib beramiz. Iblis shayton bo'lishidan oldin hech qanday shayton mavjud bo'lmagan, to'g'rimi? Unda kim iblisni Allohning buyrug'iga itoat qilmaslikka undadi? Axir undan oldin hech qanday shayton yo'q edi-ku. Shuni anglash kerakki, iblis bu ishni nafsi, o'zining nafsi sababli qilgan. Faraz qiling, shayton mavjud bo'lmagan taqdirda ham biz insonlarda ham nafs bor. Shuning uchun biz baribir gunoh qilishimiz mumkin. Chunki bu dunyo insonlar va jinlar uchun sinov dunyosidir. Xuddi shunday iblis ham imtihondandir. Chunki u jin, unda ham nafs bor. Shunday ekan, Alloh uni shayton qilib yaratmadi, balki uning o'zi shayton bo'lishlikni tanladi. Faqatgina iblis emas, balki barcha shaytonlar ham Allohga bo'ysunmaslik orqali o'z yo'llarini tanlashadi. Xo'sh, keyin nima sodir bo'ldi? Alloh Odam alayhissalomga jannatga kirib undagi barcha narsadan bahramand bo'lishi mumkinligini va faqatgina bir daraxtga tegmasligini aytdi. Albatta nima sodir bo'lgani ma'lum. Shayton Odam va momo Havoga bu daraxtning oldiga kelib, mevasidan yeyishga qo'ndirdi va ular shunday qilishdi. Balki shuning uchun ham Alloh uni o'sha yerga joylashtirdi. Bu hayot. Mana nima uchun men sizlarga butun bir hikoyani aytdim. Bu dinimizning go'zal bir jihatlaridandir. Bu hayot imtihondan boshqa hech narsa emas. Yana bir yorqin jihati shuki, iblis barcha shaytonlarning birinchisi, yo'lboshchisi edi. Shunday ekan, hamma shaytonlar imtihon uchundir.